bo'ladigan. Ko'pchilik ko'rib rahmat baraka topishgan ustalarimiz qo'llari gul ekan. Shunda bir ajoyib bir manzarani, ajoyib bir xonadonni bino qilib ketishdi. Alloh qo'llariga baraka bersin. Uylariga, xonadonlariga baraka bersin, kasb-korlarga baraka bersin deb har bir muxlisimiz o'tganda ketganda duo qiladi. Xosatan mana shu opajonimiz sizlarning haqlaringizga umrlari bo'yi duo qilib yurishlarini Alloh nasib etsin. Alloh ishlaringizni omad bersin. Charchamang.